Bu to'g'risida batafsil Eski Ahdning Ishaya kitobida zikr qilinadi. 29-bo'lim 12-oyat. Rostdan ham davom ettirishda xohlaysam? U aytadi: Kitob o'qimagan kishiga beriladi. Unga ibodat qilib o'qi deyiladi. U aytadi: Men o'qishni bilmayman. Ishonching komilmi? Bu esa payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga birinchi vahiy kelishdagi bo'lgan voqeada xuddi o'zi edi. Yaxshi, kitobga qaraydigan bo'lsak, 10-oyatda Xudo payg'ambarlarga chuqur uyqu ruhini berdi. Ularning ko'zlarini yumdi. Ko'ruvchilarning boshlarini yopdi. Kitobni savodli odamga berib o'qi deysa, u muhrlangan deyishdi. Kitobni savodsiz odamga berilib o'qi deyilsa, u men o'qishni bilmayman deyishdi. Ular o'qiy olishmadi, chunki ular, ya'ni soxta payg'ambarlar, Xudoni lablari bilan ulug'lashardi, lekin qalblari esa undan uzoqda edi. Agar Muhammadni u payg'ambarlikni da'vo qilgani uchun Xudo ko'zini ko'r qilgan deb o'ylasangiz, mening mehmonim bo'ling. Men o'qishni bilmayman. Bilaman.